Assalomu alaykum hurmatli video dars kuzatuvchilari. Navbatdagi darsimiz birinchi kurslarda ona tili fanidan 13-ma'ruzani ko'rib o'tamiz. Ushbu ma'ruzamiz frazeologiya haqida umumiy ma'lumot, frazema til va nutq birligi sifatida deb nomlanadi. Xo'sh, frazeologiya o'zi nima? Frazeologiya bu tilshunoslikning eng qiziqarli va boy sohalaridan biri bo'lib, u tilning ichki boyliklari, uning milliy ruhi va madaniy merosini aks ettiradi. Bu atama yunoncha farasis ifoda, logos, ta'limot so'zlaridan kelib chiqqan bo'lib, o'zbek tilida ibora, maqol, matal kabi turg'un so'z birikmalarini o'rganuvchi fandir. Frazeologizmlar tilimizda o'ziga xos joziba, ma'no teranligi va ta'sirchanlikni bag'ishlaydi. Kundalik muloqotdan tortib adabiy asarlargacha keng qo'llanadi. Ushbu taqdimotda biz frazeologiyaning murakkab, ammo juda qiziqarli dunyosiga sayohat qilamiz. Frazeologiya nima ekanligidan tortib, uning asosiy turlari, nutqdagi ahamiyati, qiziqarli misollar va ularni o'rganishning amaliy foydalarigacha bo'lgan masalalarni atroflicha ko'rib chiqamiz. Xo'sh, frazeologiya o'zi nima? Hamda frazeologiyaga ta'rif hamda umumiy tushunchalarni ko'rib o'tamiz. Frazeologiya so'z birikmalarining leksik ma'no xususiyatlarini, ularning til tizimidagi o'rnini, nutq jarayonidagi funksiyalarini va tarixiy taraqqiyotini tadbiq qiluvchi tilshunoslik bo'limidir. Frazeologik birliklar, ya'ni bular frazeologizmlar, ikkita yoki undan ortiq so'zdan tashkil topgan, barqaror va o'rganuvchi bo'lmagan ko'chma ma'noga ega bo'lgan birliklardir. Oddiy so'z birikmalaridan farqli o'laroq, frazeologizmning ma'nosi ularni tashkil etgan so'zlarning yig'indisi bilan belgilanmaydi. Masalan, qo'lga tushmoq iborasi qo'l va tushmoq so'zlarining individual ma'nolaridan butunlay farq qiluvchi ushlanmoq, asirga olinmoq degan yangi ma'noni anglatadi. Ular tilning milliy o'ziga xosligini, xalqning turmush tarzi, an'analari va qadriyatlarini o'zida mujassam etadi. Frazeologizmlarni o'rganish nafaqat til boyligini oshirish, balki madaniy qadriyatlarni chuqurroq tushunishga ham yordam beradi. Demak, frazeologizmning turlari, iboralar, maqollar va matallar haqida asosiy tushunchalarni berib o'tamiz. Frazeologiya tizimini o'z ichiga bir necha asosiy turlarni oladi. Ularning har biri o'ziga xos xususiyatlar va qo'llanish darajasiga egadir. Ularni tushunish nutqimizni yanada boyitish va ifoda qilish imkonini beradi. Demak, iboralar frazeologik birliklar. Ya'ni bunda ikkita yoki undan ortiq so'zlardan tashkil topgan barqaror va ko'chma ma'noli birikmalardir. Ularning ma'nosi tarkibidagi so'zlar ma'nosi bilan bog'liq bo'lmaydi. Masalan, burunni ko'tarmoq, ya'ni bunda manmanlik qilmoq, ko'zga ilinmoq, ya'ni uning asl ma'nosi e'tibor bermoq ma'nolarini ifodalaydi. Maqollar nima? Maqollar xalqning asrlar davomida orttirgan hayotiy tajribasi, donishmandligi va falsafiy qarashlarini umumlashtiruvchi qisqa, obrazli va pand nasihat ruhidagi hikmatli gaplardir. Maqollar to'liq hukm shaklida bo'ladi va yakuniy fikrni ifodalaydi. Masalan, mehnat, rohat, dangasalik, zahmatdir. Matallar nima? Matallar ya'ni maqollar kabi umumiy xalq donishmandligini ifoda etuvchi, ammo ulardan farqli o'laroq to'liq hukm shaklida bo'lmaydigan, odatda biror vaziyat yoki harakatga nisbatan obrazli ta'rif beruvchi ifodalardir. Ular ko'pincha hikoya yoki misol keltirish orqali qo'llanadi. Masalan, qush uyasida ko'rganini qiladi. Ya'ni buning ma'nosi o'zi ko'rganiga taqlid qilmoq ma'nosida keladi. Iboralar ma'nosi hamda qo'llanish o'rinlari qanday bo'ladi? Iboralar yoki frazeologik birliklar tilning eng yorqin bezaklaridan biridir. Ular so'zlar birikmasi bo'lib, o'ziga xos bir butun ma'noni ifodalaydi va tarkibidagi so'zlarning alohida ma'nolaridan kelib chiqmaydi. Bu xususiyat iboralarni oddiy so'z birikmalaridan ajratib turadi. Iboralarning asosiy xususiyatlari nimalardan iborat bo'ladi? Bunda barqarorlik, ya'ni iborani tashkil etuvchi so'zlarning tartibi va shakli odatda o'zgarmasdir. Ko'chma ma'noda esa iboraning ma'nosi uning tarkibidagi so'zlari bilan ifodalanadi. Yaxlitligi-chi?
iboralar bir butun holda bir tushunchani, ya'ni harakat bilan bog'liq bo'lgan ifodani chambarchas bog'laydi. Milliy, ya'ni o'ziga xosligi esa har bir tilning o'ziga xos iboralari mavjuddir. Qo'llanish o'rinlari esa iboralar nutqni jonlantirish, ta'sirchanligini oshirish va ifodalilikni rivojlantirishdan iboratdir. Kundalik muloqotda, ya'ni so'zlashuv tilida his-tuyg'ularni, munosabatni ifodalaydi. Badiiy adabiyotda esa qahramonlarning xarakterini ochib berishda asosiy rol o'ynaydi. Publikatsiyada esa maqolalarda jonli ruh berish muammolarini hal etadi. Demak, maqollar xalq og'zaki ijodining eng qadimiy, eng boy janrlardan biridir. Ular asrlar davomida to'plangan hayotiy tajribalar, kuzatishlar va falsafiy xulosalarning qisqa, obrazli va ixcham ifodasidir. Maqollar odatda to'liq grammatik tuzilishiga ega bo'lib, yakunlanadi, fikrni anglatadi va odamlarga o'git nasihat berish, turli xatti-harakatlarga baho berish uchun xizmat qiladi. Maqollarning xususiyatlari nimalardan iborat? Ular hikmatli mazmun ifodalaydi. Har bir maqol ortida chuqurroq ma'no va hayotiy haqiqat yotadi. Umuminsoniy qadriyatlardachi maqollar ko'pincha insoniylik, mehnatsevarlik, halollik, do'stlik kabi umuminsoniy qadriyatlarni targ'ib qiladi. Obrazlilikda esa ular ko'pincha metafora, metonimiya, jonlantirish kabi badiiy tasviriy vositalardan foydalanib, obrazli ifodalarga boy bo'ladi. Qisqalik va ixchamlikdachi maqollar o'z so'zi bilan katta ma'noni ifodalashga qodirdir. Didaktik xarakterida esa maqollar asosan o'rgatish, yo'naltirish va tarbiyalash vazifasini bajaradi. Demak, masalan, teragan teradi, tegan teriladi. Ya'ni mehnat qilgan kishi natijasini ko'radi, dangasa esa hech narsaga erishmaydi. Do'st boshga kulfat tushganda bilinadi, ya'ni haqiqiy do'st qiyinchilik paytida yordam beradi. 7 o'lchab bir kes. Bunda biror ishni boshlashdan oldin yaxshilab o'ylab, puxta reja tuzish kerak degan ma'noni ifodalaydi. Bir tup daraxt bir umr rohat qil, ya'ni bir tup daraxt ek, bir umr rohat qil. Bunda esa kelajak uchun foydali ishlar qilishga undashni alohida targ'ib qiladi. Maqollar tilimizning o'ziga xos boyligi bo'lib, ular orqali ajdodlarimizning, donishmandlarning gap, pand nasihatlari orqali bizgacha yetib keladi. Ularni o'rganish va nutqda qo'llash til boyligini oshirish bilan birga milliy qadriyatlarni anglashga ham yordam beradi. Demak, frazeologiya bilan maqollarning aynan farqi mana shundagina bilinadi. Xo'p, frazeologiya, maqollar, matallardachi? Demak, biz hozir frazeologiya hamda maqollarni ko'rib o'tdik. Endi matallarda nima? Matallar esa ularning farqi maqollar singari xalq donishmandligining bir ko'rinishi bo'lib, ular nutqqa xos, o'ziga xos joziba, obrazlilik va ta'sirchanlik bag'ishlaydi. Maqollardan farqli o'laroq matallar odatda to'liq hukm shaklida bo'lmaydi va biror narsa yoki vaziyatga nisbatan obrazni ta'rif etadi. Matallar ko'pincha biror bir hodisa, inson xarakteri yoki vaziyatni ta'riflashda qisqa va lo'nda qilib ifodalashni ishlatadi. Matallarning o'ziga xos jihatlari qanday? Ular qiyosiy xususiyat bilan ifodalanadi. Ya'ni ko'p matallar qiyos, o'xshatish orqali ma'no beradi. Obrazlilikda esa ular voqea va hodisalarni yorqin obrazlar orqali tasvirlaydi. Vaziyatga bog'liqligi matallar ma'lum bir vaziyatda ishlatilgandagina o'zining to'liq ma'nosini ochadi. Didaktik ruhda esa garchi maqollar kabi to'g'ridan to'g'ri nasihat bo'lmasa-da, matallar ham o'zida ma'lum bir hayotiy tajribani aks etadi. Masalan, bunga misol qilib, arpa ekkan arpa o'rur, bug'doy ekkan bug'doy, har kim o'z qilgan ishining natijasini ko'radi ma'nosi bilan ifodalanadi. Buloqdan suvsiz qaytmas, ya'ni biror maqsad bilan borgan joyidan niyatingga yetmay qaytmaslikni ifoda etadi. Egri o'tin egri yerga tushadi,
ya'ni yomon odamga yomonlik yo'liqadi ma'nosida keladi. Chayon chaqmaguncha ilon boshini ko'tarar, ya'ni yomon niyatli kishi imkoniyat tug'ilishi bilan o'z xunuk fe'lini ko'rsatadi. Demak, matallar nutqimizni boyitib, uni yanada jozibador va mazmunli qiladi. Ularni bilish va to'g'ri qo'llay olish so'zga chechanlik va ziyolilik belgisidir. Demak, hurmatli video dars kuzatuvchilari, mana shu orqali frazeologiya, maqollar, matallar haqidagi tushunchani mana shu orqali farqlash zarur ekanligini ko'rishimiz mumkin. Demak, uyga vazifa uchalasining ham farqini misollar tariqasida o'rganib, hamda ular haqidagi ma'lumotni yanada chuqurroq anglashni vazifa sifatida qabul qilib olasiz. Xayr, salomat bo'ling.